Yigirma dizayn kanalimiz ochilishi uchun MSI'dan ajoyib modelimiz keldi. MSI prosessorlari o'ta kuchli. Core i7 12650 H prosessor, kuchli prosessor. Ham Core i7 ham 12650 H prosessorli notebook. Ekranlari 15 dyuym bo'ladi, 15.6 dyuym bo'ladi. Kompyuter juda chiroyli, tagidan podsevitkali. Hamma giroyda podsevitka bo'lsa, unda ham bor. Podsevitkasi 10 yadro 16 potok, kuchli tomoni shunday tomoni 10 yadro 16 potokli yaxshi notebook. 8 GB operativ karta, 5 sutkalik SSD xotirasi bor notebookimizda. Eng muhim tomoni video kartasi RTX mana Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB video kartali. Juda kuchli notebook. Batareya o'yinkuslari 95, atiga 5% kamagan xolos bo'ldi. Holati 100 dan ham ziyod. Mana ko'rishingiz mumkin. Tiniq. Masla notebookimiz mana ideal. Даже mana bulutlarda naklinkasi ham olinmagan. O'shani bilishingiz mumkin. Orqasi ochilmagandi. Xullas qilib notebook yangi deb olsangiz bo'ladi. Yangi notebook olyapsizlar, misoli. Narxi skidkada faqat obunachilarimiz uchun bu notebookni $599 qilib beramiz. Ishlari juda tez, o'ta tez. Bemalol AutoCAD, 3D Max ga, Kesgo o'ynashga, shunaqa Photoshop, montaj, video montajlarga juda zo'r tushadigan yaxshi notebookimiz. Bu notebookning alohida ishqibozlari bor. Faqat shoshilamiz murojaatda. Narxi $599 obunachilarimiz uchun faqat.